Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Iftixor Abdurshid. Juma kuningizga muborak bo'lsin. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Dünya Uyghur Qurultayının sabiq reisi ve Merkezi Germaniyadagi Uyghur Kishilik huquq ve Demokratiya Merkezining reisi Dolqin Aysa, Germaniyadagi xalqarалық Table Media tarafidan Yevropa İttifaqı sahnasining Xitoy munbiridagi 100 mashhur shaxsning biri bo'lib tanlangan. Germaniyaning Yevropadagi dangli xabar organi bo'lgan Table Media 2025-yillik eng muhim 100 shaxsni e'lon qilgan. Bu 100 mashhur shaxs tizimligiga Dünya Uyghur Qurultayining sabiq reisi ve Uyghur Kishilik huquq Demokratiya Merkezining reisi Dolqin Aysa, Yevropa İttifaqı sahnasining Xitoy munbiridagi 100 mashhur shaxs bo'lib tanlangan. Mazkur organ bu vaqtda bizning maqsadimiz murakkab dunyoda yetakchilik bilan ta'minlash. Bu sahnadagi 100 kishi siyosat, diplomatiya va suhbatni kimning shakllantiradiganligiga ta'sir ko'rsatdi. Bular mayli oshkora yoki parda orqasida bo'lsin deb yozgan. Bu 100 mashhur shaxslarni mazkur organning tahrir guruhi o'z sohalaridagi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotni shakllantiradigan va ta'sir ko'rsatadigan siyosat, savdo, maslahat berish, jamiyatlar, aql omborlari, fondlar, tadqiqot apparatlari yoki g'ayri-hukumat tashkilotlari ichidan eng ta'sir kuchli kishilardan tanlab chiqadigan bo'lib, bu kishilar Yevropa, Xitoy, Afrika, yezigilik, ma'rif, kelimat, tadqiqot ve bexatarlik sohasiga ta'sir ko'rsatgan kishilar va diplomatlar, davlat rahbarlari, iqtisodshunoslar, xalqaro siyosatchilar va axborotchilarni o'z ichiga oladi ekan. 2019-yili Germaniyada qurilgan Table Media sıfırlashgan uchur mulozimati bilan shug'ullanadigan ko'plagan yetishgan kasbiy muxbirlar va tahrirlardan qurilgan xabarlarning tanarxi yuqori, ondan ortiq tarmoq organlar bo'lgan axborot organi bo'lib, Yevropa va Germaniya siyosiy sohasini, savdo sohasini, ma'rif siyosati, siyosiy tadqiqot, xalqaro muhit, tashqi siyosat va xavfsizlik siyosati qatorliq jihatlarda orqa ko'rinishi cho'nqur, uchur, fikr ham tadqiqot natijalari bilan ta'minlaydi. Va Table China deb atalgan Xitoy munbiri bu organning eng jonliq va mashhur bir bo'limi hisoblandi ekan. Yevropa Parlamenti Kishilik huquq komiteti yig'inida qurultayning muavin raisi Zumrat Erkin Xitoyning chegara halqagan bostirishi va Yevropa davlatlarida yashayotgan Uyg'urlar duch kelayotgan ba'zi qiyinchiliklarni kun tartibga elib kelgan. Belgiya poytaxti Bryusselda 2 dekabr kuni Yevropa Parlamenti Kishilik huquq tarmoq komitetining chegara halqagan bostirish va uni xotirlab inkas qaytarishni yaxshilash temasida maxsus dialog yig'ini o'tkazilgan. Bu yig'inga Dünya Uyghur Qurultayining muavin raisi Zumrat Erkin Uyg'urlarga vakolatan qatnashib, Xitoyning chegara halqagan bostirishi va Yevropa davlatlarida yashayotgan Uyg'urlar duch kelayotgan ba'zi qiyinchiliklarni kun tartibga elib kelgan. Navbatda Yevropa davlatlarida yashayotgan Uyg'urlar duch kelayotgan qiyinchiliklardan biri o'qish, yashayotgan davlatning buxroligiga o'tish jarayonida o'zining va bolalarining tug'ilish isboti, diplom va boshqa materiallarni o'zlari turishliq davlatlarga ta'minlaganda ko'pincha ahvolda bu narsalarni Xitoy konsulxonasidan munosabatli materiallarni elishga yoki hukumat guvohligidan o'tkazishga majbur bo'lgan bo'lib, ko'pincha Uyg'urlar bu masalaga kelganda qiyinchilik uchraydi. Zumrat Erkin bu yig'inda muhojiratga Uyg'urlar duch kelayotgan xalqning turmushiga bevosita munosabatli masalalarni o'tirib qo'ygan bo'lib, Uyg'urlarning Yevropa davlatlarida duch kelayotgan ba'zi qiyinchiliklarni misol qilib, munolarni o'tirib qo'ygan. Chegara halqagan bostirishning ba'zi shakllarini aniqlash nihoyat tez. Masalan, Xitoy konsulxonalari chet ellardagi Uyg'urlarga doim pasport yoki qonunliq salohiyat hujjatlarini bermaydi. Shundaqla Uyg'urlarning bu konsulxonalar bilan aloqalashishi ko'pincha hollarda ularning yoki ularning oilalarining o'chilish obyekti bo'lishiga sababchi bo'ladi. Xitoy hukumatı chet ellardagi Uyg'urlarning qonuniy materiallarini ta'minlamay, Uyg'urlarning chet ellarda ma'rif, xizmat va buxroliq erishishini to'sib qo'ydi. Bu mo davlat halqagan bostirish deb qaraldi. Yevropa Ittifoqi kimlik tekshirish, o'ltiraqlashishni yangilash va oilalarni birlashtirish tartiblarini ishlaganda ko'pincha hollarda Xitoy doiralari bilan aloqalashib, ba'zi materiallarni ta'minlashni talab qiladi. Mening bu yerda so'ramoqchi bo'lganim, Yevropa hukumatlari bu bosqichlarni talab qilmasdan Uyg'urlarning ishlarini osonlashtirishni yo'l qo'yish uchun qanday mexanizmlarni yo'l qo'yadi? Yevropa davlatlarini o'z ichiga olgan har xil hukumat organlari o'rtasida bu vaqtda hamkorlikni yo'l qo'ya olamdi.
Sharq Turkistonning Qirg'iziston chegarasiga joylashgan Aqchi noyisida 6 bal yer tavrigan. Vatanimizning Qirg'iziston chegarasiga joylashgan Aqchi noyisida 4 dekabr kuni kuchli yer tavrigan bo'lib, Xitoy axborotlarining bildirishicha, tavrash darajasining 6 balga yetganligi bildirilgan. Bu haqda Xitoy yer tavrash istansiyasining rasmiy xabarida 4 dekabr Urumchi vaqti soat 13:44 da Aqchi noyisida 6 bal yer tavrigan. Tavrash markazi cho'nqurligining 10 kilometr ekanligi uqtirilgan. Xitoy tashviqot vositalari xabarlariga asoslanganda, yer tavrigan joy Aqchi noyis markaziga 21 kilometr, Uchturpan noyisiga 70 kilometr, Kelpin noyisiga 89 kilometr keladi ekan. Xabarlarda hozir qadar o'lim yetim, yaralanish, uy imoratlarining o'rilishi, buzilishi ahvoli ko'rilmaganligi uqtirilgan bo'lib, Aqchi noyisi Sharq Turkistondagi ko'p yer tavraydigan rayonlardan biri hisoblanadi. Bultur 2 oydami Aqchi noyisida 5,3 bal yer tavrigan edi. Amerika prezidenti Donald Trump 3 dekabr Amerika Tayvan munosabatiga aloqador bir qonun loyihasini rasmiy imzolagan va uning bu harakati Xitoyni qattiq bearam qilgan. Reuters agentligi va Fox Tayvan to'rining 3 dekabrdagi xabarida prezident Trump 2 dekabr Tayvan kapolatini amaliylashtirish qonun loyihasini imzolab rasmiy qonunga aylantirgan. Mazkur qonunga asosan Amerika Tashqi ishlar ministrligi Amerika Tayvan munosabati ko'rsatmasini qarorlik baholab va yanglab turdi ekan. Shundaqla Amerika bilan Tayvanning aloqasidagi to'solg'ularni yo'qotish planlarini o'ttirib qo'ydi ekan. Bir qism Amerika parlament a'zolari o'rtaq sungan mazkur qonun loyihasi bu yil 5-oyda Avam palatasida, 11-oyda Kengash palatasida ma'qullangandan keyin 2 dekabr Trumpning imzo qo'yishi bilan rasmiy qonunga aylangan. Tayvan tashqi ishlar ministri 4 dekabr Amerikaning bu qaroriga inkos qaytirib, mazkur qonunni Amerika Tayvan munosabatini normallashtirishdagi zo'r qadamlik ilgirlash deb ta'riflagan bo'lib, Xitoyning Tayvan ishlari ishxonasi bo'lsa Amerikaga norozilik bildirib, bu qonunning Xitoyning ichki ishlariga qo'pollik bilan aralashish hisoblanadiganligi, Xitoyning Amerika bilan Tayvanning har qanday diplomatik aloqada bo'lishiga qat'iy qarshi turadiganligi haqida bayonot bergan. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qitimliq sanımızgacha görüşkiş aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalıga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.